Bolani 3 yoshgacha bo'lgan davrda hamma talentlari ochiq bo'ladi. Hammasi. Bizani ushlagan o'yinchog'ini olib qo'yamiz, uyimiz toza bo'lishi kerak. Ovqat berayotganda yema, tema, qo'yma, hamma narsa akkuratni, tam emaylab bu narsani ochsa, shkaflarni ahamiyat bersangiz boylab qo'yishadi, yopib qo'yishadi. Bola izlanish kerak, qatdan izlanadi. Biza u narsani korobkaga sovursak, chegara chizursak, bola qachon izlanadi? Italiyada muhit yaratib berishadi, bolani qo'yib yuborishadi. Pedagog ona kuzatadi. Bola nimaga qiziqyapti, nimani ko'proq o'ynayapti. Chunki sensorika deymiz, ya'ni o'sha barmoqlardagi sezgi organ to'g'ridan-to'g'ri miyaga signal beradi. Ya'ni miya qachon rivojlanadi? Qo'l bilan ushlagan. O'zimiz ham katta odamda na ushlagimiz keladi. Har bilmagan, biz uchun yengillik bo'lgan narsani ushlab ko'rgingiz, tatib ko'rgingiz keladi. Bolada ham shu narsa-da. Biz bermaymiz. Biz yopib qo'yamiz. Biz o'zimiz xohlagan narsani beramiz. Mana o'yinchoq shuni o'yna deysiz. Bolaga o'yinchoq